Rossiyada harbiylarning bevalariga bepul eko xizmati taqdim etiladi. Saudiya shahzodasi Londondagi mehmonxonada o'lik holda topildi. Bugunning eng muhim yangiliklari: Shavkat Mirziyoyev 69 yoshga to'ldi. Rossiyada harbiylarning bevalariga bepul eko xizmati taqdim etiladi. Rossiyada urush qatnashchilarining bevalari uchun yangi qonun qabul qilindi. Endi jangovar harakatlarda halok bo'lgan harbiylarning qayta turmush qurmagan ayollari ma'lum shartlar asosida bepul sun'iy urug'lantirish, ya'ni eko xizmatidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Rossiya Davlat dumasi qonun loyihasini 2 va 3 o'qishda ma'qulladi. Qonunga ko'ra, xizmatdan turmush o'rtog'i vafotidan keyin 5 yil ichida foydalanish mumkin. Buning uchun marhum harbiy tiriklik vaqtida o'z biologik materialidan foydalanishga notarial tasdiqlangan rozilik bergan bo'lishi va spermasi oldindan tibbiyot muassasasida saqlangan bo'lishi kerak. Biologik materialni saqlash xarajatlari esa oilaning o'zi tomonidan qoplanadi. Qonun mualliflari bu qarorni Rossiyadagi demografik vaziyat va urush oqibatlari bilan izohlamoqda. Ularning ta'kidlashicha, ko'plab harbiylar ota bo'lishga ulgurmay halok bo'lmoqda va bu qonun ularning oilalariga farzand ko'rish imkoniyatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Yangi tartib 2026-yil 1-dekabrdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi esa ushbu xizmatni amalga oshirish tartibini alohida belgilaydi. Saudiya shahzodasi Londondagi mehmonxonada o'lik holda topildi. Saudiya Arabistoni qirollik oilasi bilan bog'liq fojiali voqea Buyuk Britaniyada oshkor bo'ldi. Londondagi Marriott mehmonxonasida 29 yoshli shahzoda Abdulloh bin Fahad bin Abdulloh bin Abdulaziz bin Jalabi Al Saud o'lik holda topilgani ma'lum qilindi. Sud tergov xulosasiga ko'ra, shahzodaning o'limiga spirtli ichimlik va bir nechta giyohvand hamda tinchlantiruvchi moddalar aralashmasi sabab bo'lgan. Toksikologik ekspertiza uning qonida alkogol miqdori ruxsat etilgan me'yordan qariyb 3 baravar yuqori bo'lganini, shuningdek GHB, kannabis va Xanax tarkibidagi alprazolim izlari aniqlanganini ko'rsatdi. Shahzoda 2025-yil noyabr oyida Londondagi mehmonxonada vafot etgan. Biroq bu ma'lumot sud surishtiruvi yakunlangachgina ommaga e'lon qilindi. Tergov davomida uning avval ham alkogol va dori vositalariga qaramlik sabab bir necha bor xususiy reabilitatsiya klinikalarida davolanganligini ma'lum qildi. Koroniya sudi 3-shaxslarning aralashuvi yoki o'z joniga qasd qilish alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, turli moddalarni bir vaqtda iste'mol qilinishi yurak faoliyatining to'xtashiga olib kelgan. Bu voqea yana bir bor giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarni aralashtirib iste'mol qilishning o'ta xavfli oqibatlariga olib kelishini eslatmoqda. Bugunning eng muhim yangiliklari: Shavkat Mirziyoyev 69 yoshga to'ldi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 69 yoshni qarshi oldi. Davlat rahbari 1957-yil 24-iyul kuni Jizzax viloyatining Zomin tumanida tavallud topgan. Shavkat Mirziyoyev 2016-yil dekabr oyidan buyon O'zbekiston prezidenti lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Bu davr mobaynida mamlakatda iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, investitsiyalar va tashqi siyosat yo'nalishlarida qator islohotlar amalga oshirildi. Prezidentning tavallud kuni munosabati bilan davlat idoralari, jamoatchilik vakillari hamda xorijiy davlat rahbarlaridan tabrik yo'llanmalari bildirilmoqda. Rasmiy tabriklar va murojaatlar Prezident matbuot xizmati orqali e'lon qilinmoqda. Shavkat Mirziyoyev bugun o'zining 69 yoshini qarshi olar ekan, mamlakat hayotidagi dolzarb masalalar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ishlarini davom ettirmoqda. Eng muhim va ishonchli global yangiliklarni kuzatib borish uchun Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.